Xo'p, qani bo'lmasa boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum. Zo'r bozor YouTube kanali obunachilari. Akalar mana qangi, xo'p, uy qurilishiga qiziqqan musofirda boshqa yerda ko'rayotgan va O'zbekistonda kuzatayotgan aka-ukalarim. Xudo xolasa bugun 29-mart biz Andijon viloyati Paxtaobod tumani Yoqub qishlog'idan video syomkalar qilyapmiz akalar. Bu yerda sizlarga xo'p, fundament narxlari, gazobloklar nech puldan va nech puldan urilyapti. Bular narxlari keyin sismopoyezlarning metri nech pul bo'lyapti. Bugun xudo xolasa shular haqida gaplashamiz. 2025-yilda sizlarga shu uylaringlar shu holatga kelguncha sizlarga nech pulga tushadi. Xudo xolasa batafsil yoritib berishga harakat qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Charchamasdan tushunsiz, yaxshimisiz? Aka, endi bularni bir chekkadan boshlayveramiz, a? Fundamentidan tortib gazoblok narxlari, keyin shu sismopoyezimizning metri nech pul bo'lyapti. Do'st bugun obunachilar yoritib beramiz. Hurmatli obunachilar, kanalimiz yangi. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va layklarni bosinglar. Shunaqangi narx-navoga qiziqqan do'stlar yuborib qo'yinglar. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, uyga shunaqangi uy solaman, xudo xolasa cheklarimizni boshlayman, uy qurilish boshlayman degan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, osonroq variantlarini xudo xolasa topishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha bu birinchi proyekt bo'ladi, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, layklar bosinglar. Do'stlarimizni yuborib qo'yishni unutmanglar akalar. Aka, fundamentlarimiz narxlari nech pul bo'lyapti? Nech puldan boshlanayapti? Fundamentni narxlari bir kubasini 280 mingdan 300 minggacha qo'yilyapti. 280 mingdan 300 ming so'mgacha kubas qo'yilyapti, xudo xolasa. Xo'p. Endi bu yerimiz qancha bu nimamiz, joyimiz? Necha xona tushgan bu yerga o'pshi? 7 xona. 7 xona, bitta ayvoni? Bitta ayvoni bor. 7 xona, bitta ayvon, hurmatli obunachi, shu joyimiz. Bu yerda hozir sizlar boshlagan ishlar, sizlar fundamentni sizlar qo'ymagansizlar, aka? Yo'q, fundamentni hech qo'ymadik. Fundamentni sizlar qo'ymagansizlar, ustidan boshlab, xudo xolasa bu yoqqa. Xudo xolasa. Biyalari bo'lgan ekan, hurmatli obunachilar, oldin fundament qo'yilgan ekan, ustalarimiz gazoblokdan boshlab sismopoyezlarni mana hozir qo'yishyapti ekan, ustiga keldik. Mana bu yerda mahsulotlar nimani betonimiz tayyorlashyapti ekan, hurmatli obunachilar. Vaqtini ozgina olib turib, sizlar uchun video olaylik deb turib, narx-navolar bilib olaylik, ko'rib maza qilsin deb turib, xudo xolasa mana boshlayapmiz. Xo'p, aka, gazobloklarimiz nech puldan olib keltiryapsizlar? Gazobloklarimiz o'zimizda o'sha Paxtaobod rayonida o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Dastavkasini 17 ming so'mga olib kelib berishyapti. Donasi 17 ming so'mning dastavkasi bilan kelyapti. Donasi 17 ming so'mdan olib kelib beryapti. 17 ming so'mdan olib kelib beryapti, hurmatli obunachi, donasi. Urishini ichkariga taxlab qo'yilgan bo'lsa, arzonroq 6 ming so'mdan 10 ming so'mgacha urilyapti. Agar mabodo betonni tayyor qilib olib kelib ichkariga tashlab qo'yadigan bo'lsa, sizlarga sharoit yaratib bersa, 6 ming so'mdan urilyapti. 6 ming so'mdan urilyapti. Mabodo tashqarida bo'lsa-chi, mayli tushirib tashib aniq qiladigan bo'lsak, shu 10 ming so'mgacha kelishilgan holatda. 10 ming so'mgacha kelishilgan holatda donasiga urilaveradi, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, ma'lumotlar xudo xolasa mana qilib sizlarga yetkazib beryapmiz. Akalar, sismopoyezimiz qo'yilib turibdi bu yerda, xudo xolasa. Bu yerda 7 xona qo'yilibdi, ayvonlar bilan akalar mana qangi. Xudo xolasa chiroyli uy bitar ekan. Butib bo'lsa ham butishiga dagar qildinglarmi endi, xudo xolasa? Tepasigacha yo betonni to'xtayman. Mana shu sismopoyezda to'xtaydi. Sismopoyezda to'xtaydi ekan. Xudo xolasa mabodo shu uyimiz bitib qoladigan bo'lsa, egasini ham nima qilamiz, xudo xolasa, nima deydi, tomlarni yopishi nech puldan yopiladi, shifrlarimiz narxlari nech pul bo'lyapti, xudo xolasa yoritib berishga harakat qilaman, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha. Xo'p, aka, endi nimaga keladigan bo'lsak, sismopoyezimizga. Birinchi kolonalari bor. Kolonnalarimiz metrga 100 ming so'mdan qo'yilyapti. Metriga 100 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, mana apalafkalar bilan. Apalafkani tayyor chiqarib berilyapti ekan-da? Yo, o'zingizlar yasadinglar apalafka. Yo'q, apalafkani arendaga olib kelinyapti. Arenda nech pul bo'lyapti apalafka? Donasi 1000 so'm. Hurmatli obunachilar, mana taxtamizni, mana apalafka taxtamiz. Uzunligi necha keladi? 3 metr ekan-a? 3 metrligi ham, 4 metrligi ham, 1 metrligi ham bir kuniga 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Farqi yo'q, metri farqi yo'q. Donasiga 1000 so'mdan ekan, hurmatli obunachilar. Men tayyor sismopoyezga kimdir nima qiladigan bo'lsa, agar shu Andijonda Paxtaoboddan bo'ladigan bo'lsa, bemalol nima qilsanglar bo'lar ekan akalar. Mana narx-navodni bilib qo'yasizlar, xudo xolasa. Sizlar chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilyapsiz. Aka, bu yer necha qo'yapsizlar? Siz 30 ga 20. 30-20 sismopoyezimiz. Nimamiz-chi mana kolonamiz? Kolonamiz 30 ga 40 joylari ham bor. 30 ga 30 joylarimiz ham bor shunaqa. Ha, har xil. Har xil.
Har xil bo'layotgan. Hurmatli obunachilar, shunaqa bo'layotgan. Telefon nomerlarini ham kiritib qo'yamiz, xudo xolisa videoga. Mubodo bo'lsa kerak bo'lsa, hurmatli obunachilar. Mana sifatli, xudo xolisa, chiroyli qilib nima qilishyapti, urushyapti akalar. Xudo xolisa bitganni ham inshaalloh agar Alloh qodir qiladigan bo'lsa, nasib bo'ladigan bo'lsa shu yerda bo'lsak, xudo xolisa ko'rsatib berishga harakat qilamiz, sizlarga yoritib berishga. Uyimiz ponni bitgandan keyin o'sha uy egasi bilan gaplashilgan holda, qo'lda baribir hamma odam qo'lda spiskasi bo'ladi. Boshlab, misol sement qancha ketgan, betonni o'zi mana shu yerga quyilgan fundament o'zi necha pulga tushgan. Bu narxlarni yozib olgan bo'ladi. Ponni bitishguncha hamma narxlarda yozib olgan bo'ladi albatta. Shuni bir chekada xudo xolasa bitgandan keyin ham bir kelib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. O'zimizni yaqin atrofda bo'lganligi uchun keldik. Yana bundan ham xudo xolasa yaxshiroq proyektlar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa ustakalarimiz ham boshqa yerlardan proyektlar bo'lib qolsa, xudo xolasa aka ko'rsatib bera olamiz. Telefon nomerlarini ayting aka. Ekranga ham chiqarib qo'ya olamiz. 94lik 215 215 34 75 75. Aka, mana 7 xonaga gazoblok xo'p urildinglar. Mana soni nechta ketdi 7 xonaga? 1543 ta. 1543 ta gazoblok ketdi, xudo xolasa. 1543 ta ekan, hurmatli obunachilar. Bitishi 100% bitishiga. Narx qancha bo'ldi aka, o'pishsiz endi? Bir ayting endi obunachilar. Narxni hisoblamadiga? Hali hisoblanmadi. Hali hisoblanmadi, hurmatli obunachilar. Narxlarni Unaqa yaqin odam shuning uchun hali hisoblab kelishilmadi. hali kelishilmadi. Hali hisoblab nima qilmadinglar? Tanish odam ekan, hurmatli obunachilar. Mana o'zi bu yerda misol kimga bo'lsa, misol telefon nomerlarini nima qilamiz? Ekranga qoldiramiz, xudo xolsa, hurmatli obunachilar. Qiziqqanlarimiz bemalol nima qilaverasizlar, akamizga telefon qilaverasizlar. Mana qanday uyim bor edi, tayyor. Agar mabodo ishinglar tayyor bo'ladigan bo'lsa, boshlaydigan harakat bo'lsa, keyin telefon qilsalar yaxshi bo'ladi ustakalarimizga. Ustakalarimiz ish bilan band bo'ladi. Oshiqcha bezovta qilmasanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sizlar uchun imin ishni boshlaydigan jarayonda usta topolmayotgan yeringlarga akalar, ustakalarimizni telefon nomerlari, gazobloglarimiz mana akalar, sismopoistlarimiz xudo xolasa yaxshi. Chiroyli quyilib mana akalar, tekis quyilgan mana xudo xolasa akalar. O'ta ham gap yo'q. Sismopoistga. Aka, xonalarimiz metrini bilmaysa, nechiligini. Bir chitasidan ko'rsatib beraylik, necha xona gazoblog'da. Bu xonamiz 5,5 ga. Bu xonamiz nechi? 5,5 3,5. 5,5 3,5. 5,5 3,5. Bu xonamiz akalar mana mobol mahallaqani proyekt qiladigan bo'lsanglar ham kichikroq xona ekan, chiroyli chiqibdi mana xudo xolasa. Bitgandan keyin o'ta ham go'zal holatga keladi akalar. Berimchi aka, bu yer nima bo'lyapti? Oshxonami, nima bu? Bu yer ayvon, yopiq ayvon bo'ladi. Bu yer yopiq ayvon, ha? Yopiq ayvonlik. Qishlaydigan kichkina. Qishlagan, ha? Yopiq ayvon akalar qishlagani. Bu birinchi xonamiz qanaqa xona bu yer? Spalniy xona. Spalniy xonamiz. Necha xonasi? 4 ga 4. 4 ga 4 xonamiz. Bunimizchi? Mana kelaylik. Bu ham 4 ga 4, ha? Yo, bismillah. 4 ga 4 ekan akalar. Ichkaridagi mana bu zalga o'xshayapti. Zal bu. Zalimiz 7 ga 4. 7 ga 4 akalar. Razmeri bilib qo'ysanglar, mabodo proyektga ahlilar yetmaydigan bo'lib qolsa, mana shu proyektni oldidan old tarafdan ham yana bir ko'rsatib berishga harakat qilamiz akalar. Men razmeri bilan aytib ketyapmiz. Mabodo kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu razmerda so'sanglar ham, agar menga to'g'ri kelar ekan proyekt, men ham shunaqa qilib olaveraman deydigan aka-ukalarimiz bo'lib qolsa, xudo xolasa, xuddi mana shu tarzda desanglar, aytgan razmerda solib berasizlar, xudo xolasa. Bu xonamiz aka. Bu xonamiz 3,5 ga 4 bu. 3,5 ga 4 razmeri. Bu yer kichkinagina spalniy xonamiz. Spalniy xonamiz qancha? 3,5 ga 3,5. 3,5. Uygasi zakasiga anaqa qilindi-da. Zakasiga binoan qilindi, xudo xolasa. Zakasiga binoan, hurmatli obunachilar. 3,5 ga 4 da jiza. 3,5 ga 4. Xo'p, 2025-yilda akalar shu birinchi proyektimiz xudo xolasa boshlayapmiz. Bundan keyin shunaqangi proyektlar, udorlari, zo'rlari chiqadi. Gazobloy narxlari nech puldan? Penabloy narxlarini bilmaysizmi aka? Yo'q, ularni narxlarini. Ularni bilmaysizlar-a? Ularni ham ura olasizlar, mabodo chiqib qolsa. G'ishosa bo'ldi ular. Ana hurmatli obunachilar. Bugunga xudo xolasa shular bo'lyapti. Yana bo'lib qolsa, mabodo shunaqangi chiroyli proyektlar, shunaqangi chiroyli razmerda solinadigan uylar bo'lib qolsa, proyektlarimiz bo'lib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa
sizlarga. Xomg'ish, pishig'ish. Ular narxlarini necha puldan bilgan bilasizmi? Qimmatroq. Uy egasi bilan kelishilgan holatda Uy egasi bilan kelishilgan holatda. pulni oladi. Alloh. El qator akalar. Hozir bu narxlarni hali nima qilishmadi, boshlashmadi, hurmatli obunachilar. Uyimiz juda hozir chiroyli proyektlar orqali ancha ko'pda tushibdi akalar. Menga uy proyekti yoqdi. Shaxsan men o'zimga mana akalar, uzunligi ko'chamiz bu tarafimiz. Bu tarafimiz sahna bu narsa bo'ladi endi. Mana asosiy proyektimiz mana shu bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Agar mabodo bunoni ham uyini kim uyligini bilib olsak, xudo xolasa mana pena bloylari yu betoni necha puldan bo'lyapti, xudo xolasa buni tomigacha agar mabodo egasini bilib qolsak, xudo xolasa ma'lumotini olgandan keyin egasi bilan birga kelib, xudo xolasa bitta video qilishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Mana shuni yoritib berishga harakat qilamiz. Necha pulga tushdi, mayda-chuyda ishdan tortib hammasini yoritib berishga harakat qilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugungi shular bo'ldi. Xo'p, ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar, ustakalar, sizlar ham rozi bo'linglar. Agar mabodo telefon qilishadigan bo'lsa, Rossiyadan yoki shu yerda turib nima qiladigan bo'lsa, borib ko'rib turib kelishlaveradi aka, xudo xolasa. Qanaqangi g'ish bo'ladigan bo'lsa, betondan tortib akalar, noldan xudo xolasa sistema poyishgacha, beton ishlari, g'ish ishlari bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Telefon nomerlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Videoda ko'rinib turadi, xudo xolasa akalar. Xo'p, ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xo'p, manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani Yoqub qishlog'idan video syomkamiz bo'ldi akalar. Like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, hurmatli obunachilar.